Bozor kasod ko'targaniga sot degan akalarimizga xudo xolasa mana puli yengil variantdan Qirg'iziston 5 shahridan kelgan 45 bosh qo'chqorlarimiz. Assalomu alaykum. Anas Blogger kanalining ashaddiy obunachilari va bizni muntazam ravishda kuzatib boruvchi aka-ukalar, YouTube ishqibozlar, chorva ishqibozlari. Mana shunday har xil rangdagi qo'chqor ishqibozlari. Akalar, xudo xolasa hafta kuniga bugun juma. Hammamizga juma ayyomi muborak bo'lsin deya biz videolarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'ondan, ya'ni o'zimni qo'chqorlarimni video syomkasidaman. Akalar, xudo xolasa aloqa chiqarasizlar. 3 million 200 ming so'mdan 4 million so'mgacha qo'chqorlarimiz bor. Boqib xudo xolasa 10 so'mda 20 so'm, 20 so'mda 40 so'm, 40 so'mda 100 so'm qilaman degan akalarimizga mashg'ulotlarni tavsiya qilaman. Nomerlarimiz 95 lik 860 37 57. Yeb ichishiga xudo xolasa 40 kun sinov bor. Aloqa chiqarasizlar. Manzil Namangan viloyati, Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Kanalimiz rivoji uchun bittadan laykni bosib, mashina qo'zilar puli yengillari kelganda birinchi bo'lib yetib boradi akalar. Podpiskaga tugmasini bosib obuna bo'lib qo'rasizlar.